agar siz o'zingizni hurmat qiladigan odam bo'lsangiz, sizni bekordan bekorga hech qachon ayblamaydi. O'zingizga ishonsangiz, sizga butun dunyo ishonib beradi. Nimaga odamlar sizga ishonmaydi? Chunki o'zingiz ham ishonmaysiz. Nimaga sizga katta vazifalar topshirmaydi sizga? Chunki o'zingizda ishonch bo'lmaydi. Sizni xafa qilayotgan odamlar ham sizdagi ichki hislar orqali sizga shu munosabatni qilaveradi. Juda ham ko'p odamlar o'zini rahmdil ko'rsatishga harakat qilishadi. Rostdan ham odamlar rahmdil, ichi achiydi nimaga bu voqea sodir bo'ldi deb. Bu aslida mumkin emas. Chunki biz rahmga kirgan paytimizda o'sha odamning vaziyatiga ichki norozilik, qabul qila olmaslik bilan munosabat qilayotgan bo'lamiz. Rahmning o'rniga siz o'sha odamga qanaqa yordam bera olasiz? Mana shu haqida o'ylab ko'rish kerak. Yordam bera olsangiz, yordam bering, lekin achinmang. Achinganimizda biz o'zimizdan shunaqa signal yuboramiz yaratuvchiga. Menga shu vaziyat berilganida men aniq yecha olgan bo'lardim. E'tibor bering, siz juda qattiq kimgadir achinsangiz, shu vaziyat tez kunda sizda sodir bo'ladi. Bu juda ham ko'p odamlarda mana shu holat kuzatilgan. Chunki achinish bu yaratuvchining bergan vazifalariga qarshi bo'lish. Ya'ni siz qutqaruvchi bo'lib ketyapsiz. Qutqaruvchi bo'lish mumkin emas.